Assalomu alaykum. Bugun 31-avgust soat taxminan 8:30 orasi O'zbekistonda 1-sentyabr Mustaqillik bayramimiz kuni. O'sha munosabat bilan Niagara sharsharasining oldida bugun tantanaviy ravishda bayram nishonlanadi. Hozir mashinani parkovkaga qo'yib, sekin yo'lga chiqdim. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli do'stlar, muhtaram jamoa. Mana hozir yurtdoshlarimiz bilan, vatandoshlarimiz, zabondoshlarimiz bilan barchamiz shu dunyoning 7 mo'jizasi bo'lmish Niagara sharsharasida to'plangan bo'lyapmiz. Mana ko'rganinglardek, mana ko'chalar bekilgan, milliy iftixorimiz, milliy g'ururimiz bo'lmish mustaqil bayramini qutlash, do'stlar bilan, birodarlarimiz bilan, barcha farzandlarimiz bilan kelib, nafaqat O'zbekistonda, mana Kanadada ham bu kunda bir bayramona kayfiyatda, shodiyona bilan kelib, mana qutlash arafasidamiz. Niagaraning hokimining iltimosiga binoan mana ko'chalar ham bekilgan. Hozir soat mana 10 da nasib bo'lsa, mushaklar ham, fireworks ham otiladigan bo'ladi. Albatta mana televiziyadan kelgan akalarimiz bu narsani ko'rsatishadi. Barcha do'stlarimizga rahmat. Mana yo'llar ko'rganinglarda bu tarafda ham yuzlab vatandoshlar keldilar. Hamma xursand. Kattakon rahmat. Barchalarni Mustaqillik bayrami bilan tabriklaymiz. Bor bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.